foul beast! Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Issiq ham, kabob ham prezidentning qo'lida. Yoki 16 trillion so'mlik yordamning sirli hikoyasi. Bir vaqt kattalarimiz, bobolarimiz aldagani bola yaxshi, ishonib qolgani odam emas deb aytishardi. Hozirgi zamonga kelib bu maqol bir oz o'zgarib ketdi shekilli. Aldagani prezident yaxshi, ishongani xalq emas. Nayrangbozlik akademiyasi ochilgan kuni. Bir oydan oldin hukumat tadbirkorlarga 16 trillion so'm yordam beradi degan shov-shuv chiqdi. Televideniyada qo'shiq, gazetada maqtov, Instagramda ramzi mehr, hammasi juda ta'sirli. Xalq voya, endi rivojlanamiz deb quvondi. Ammo ortidan ma'lum bo'ldiki, 16 trillionning 12 trillioni prezident oilasiga tegishli. Tadbirkorlarning qarzini kechish ekan. Qolgan 4 trillioni quruq qolmasa deb boshqalarga shunchaki ko'rsatma uchun tashlangan suyak ekan xolos. Natijada yordam olganlar ikkiga bo'lindi. Oltin guruh, prezidentning yaqinlari qo'lida milliardlar, quruq guruh, xalq qo'lida qarz va suyak yoki qandaydir bir binosi uchun to'la olmagan qarzini kechib yuborildi. Qarzdan kechib, qarzga botish san'ati. Buni qaranga, yordamdan bir oy o'tib hukumat Jahon bankidan 800 million dollar qarz olishga shoshildi. Bu qanday mantiq? Agar davlatda pul bor bo'lsa, nimaga qarz oladi? Agar pul yo'q bo'lsa, nimaga qarzni kechadi? Javob aniq. Bu iqtisodiy nayrang emas, huquqiy illyuziya. Ya'ni bir tomondan tadbirkorlikni qo'lladik deydi, ikkinchi tomondan o'sha tadbirkor orqali o'z cho'ntagini to'ldiradi. Xalqni sherik qilish genial fikr. Bularning hammasi mahorat darajasi shundayki, hatto shayton ham yigitlarga shogird bo'lay deb qo'ysa arziydi. Birinchidan, xalqni yordam berdik deb ovora qildilar, ya'ni jinoyatga sherik. Ikkinchidan, o'z oilasi 1 milliard dollarni cho'ntagiga soldi. Uchinchidan, Jahon banki orqali xalqning bo'yniga yana 800 million qarz yuklanyapti. Ya'ni issiq ham, kabob ham o'zida. Yangi O'zbekistonning yangi qonuni: kimning puli yo'q, u qarz oladi. Kimning puli bor, u soliqdan ozod bo'ladi. Mana shunday qonun 9 yildir xalqning belini sindirib, rivojlanish nomi bilan mamlakatni qarzga botirishmoqda. Xalq ham erkakcha yashayapti. Xalq nima qilyapti? Yana ishonyapti, yana ovoz beryapti, yana bu safar boshqacha bo'ladi deb kutayapti. Bu xalqning sabri shunday betondan ham qattiq. Ammo shunday bo'lsa-da, haqiqat bitta. Xalq qarzda. Prezident oilasi daromadda. 1 milliard dollar yangi O'zbekistonning yangi yutug'i. Natija: yangi O'zbekiston yangi nayranglar mamlakati. Hukumat nayrang ustalari uyushmasi. Xalq shunday o'quvchilarga ishonib yuradi, abadiy shogird. Xalq esa shunday o'qituvchilarga ishonib yuradigan abadiy shogirddir. O'zingiz bir fikr qiling do'stlarim. Bir oy oldin 16 trillion, ya'ni 1 milliard 269 million dollarni kechib yubordik degan hukumat bugungi kunda nima uchun 800 million dollar qarz olishga shoshilyapti?
fikr qilib olasizmi? Maqsad nimada ekanligini anglayapsizmi? Maqsad mana shu 800 millionda ham ularning kamida 25% doliyasi bo'lsa ajab emas. Buni qanday tushunish mumkin? Kim qanday izohlay oladi? O'zingiz oila sifatida bir hisoblab ko'ring. Uyingizni bir chetida, faraz qilingki, uyingizni bir chetida piyoz turibdi. 50 tonna. Siz uni xalqqa bo'lib berib, yana piyoz sotib olasizmi? Yo'q, olmaysiz. Chunki bu aldov ekanligini yaxshi bilasiz. Bugungi kunda prezidentning oilasi ham xuddi shunday. 16 trillionning 12 trillionini cho'ntagiga urib, 4 trillionini xalqqa berdi. Mana sizga mana buni biznes desa bo'ladi. Ha, bilaman, ba'zi bir trollar chiqishi mumkin. Dalil isboting bormi deb. Bunga hech qanaqangi dalilning hojati yo'q. Chunki dalil isbot o'zida ko'rinib turibdi. Agar davlat boy bo'lganida 16 trillonni kechib yubormas edi. Nima uchun 16 trillonni kechib yubordi? Chunki 12 trillionini o'ziga olib, 4 millionga bilan qolganlarni sherik qilib, mana ko'ribsizki, endi 800 million qarz olyapti. Mana bu prezident biznesi hisoblanadi. Sog' salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tovuq boqar Shavkatni xoinligini bilasizmi? O'zbekistonni Xitoyga sotib yubordi. Ha, bilamiz Shavkatni. Xoinligini.